oshnam Ravshan. 20 yil bo'ldi bu tog'imdan ko'rmaganimga. Bu Azamat. Bu Sheralini oshnam bu ham. Bu ham 20 yil bo'lgan. Yoshligida katta bo'lganmiz. Butun umr hamma bilan faqat Rustamni urishtirib yurgan. Yoshlikda faqat gaz berib, urishtirib, Rustamni duxini baland qilgan do'stimiz. Aytib Bu qo'yaman. Bekzod, sintoshim bu. Sintoshim. Bechara Bekzodni o'zi bilmasdi kim bilan urishishini. Faqat Sheral, "Bi, seni begim unaqa dedi, unaqa dedi" mana o gazni urishtirardi. Endi men kazol emasman. Ko'nglim bo'sh aytdim. Bu begini ukasi, Shahzod do'stimiz. Bu ham Bu bechara ham sinfdoshi bo'ladi. Lekin qachon kim bilan urishishini hech qachon o'zi bilmagan. Uni faqatgina admini mana Sheral deb beradi. Bizda masalan Jang ustozimiz, beruvchi, jang beruvchi. mana shu bo'lgan. Bu admin, hammani admini shu bo'lgan. Kattamiz u. Ilojimiz yetmasa bunga aytardik. Qolmasa qaytardik. Qo'rqardik. Birga borib tayoq yeb kelardi. Seriozli masalalar bilan yaxshi bilanadi. Ya, eng qizig'i borki, Sherzod ham turib, "Kim? Qaysi biri?" Lishiga bo'l ketdik deb borardi. Ne qaradi, o'zimizdan ekan uzr. Bolalar, besh. Chunki biz kichkina edik, hammamiz. Kattalar oldiga borib qo'yardik-da bilmasa. Mana u yolg'ondan borardi. Urishtirishga bilardi. Sekin Sherzod ham yomon edi-da. Mana bu yoqqa kelar. Mana 22 yil bo'libdi ana shu ko'rishmaganimizga bu do'stimiz bilan ham, mana bu do'stimiz bilan ham. Shunday. Azal Azal albatta devor yiqa turadi, bunisi bir devor men. To'ppa to'g'ri. Jigarlar, ikkovim jigarim. Rahmat. Birga o'taymi? Yoshligimiz o'tib ketar ekanda. Akalar, mana shu yosh ko'rib turgan yigitlar doim bitta narsa aytib qo'yamiz. Yoshlikni qadriga yetinglar, chunki bu davr hech qachon qaytmaydi. Men uchun, bular uchun hammamiz chehramiz bir-birimizga juda ham yosh bo'lgani bilan umr o'tib ketdi. Mehr-oqibat bu. 20 yil bo'ldi, 22 yil. Hozir birov bilan ko'rishsang, ertasidan gapingni olmaydi. To'ppa to'g'ri. 20 yil, mana 22 yil bo'ldi, hurmat izzat bu. Albatta. Sog'inch bu. Ish o'rtamizda mana shuncha bolalar, kimdir akamiz, kimdir ukamiz, kimdir jigarimiz. Bu yerda hamma biz mana Denoda o'zi katta bo'lganmiz, lekin bularni mehr oqibatini hech qayerda topmaymiz. Chunki bular bizni yoshligimizdan tanigan. Biz to'rsin pul topdikmi, topmadikmi, urushdikmi, urushmadikmi, obro'y orttirdikmi, orttirmadikmi, bular bizni yoshligimizdan tanigan bolalar. Shuning uchun bularni yaxshi ko'ramiz hammamiz. Videoga layklarda emasdan shaqillatasizlar, kommentariyada bo'ng'ilatib fikrlaring bildirib qo'yinglar. Qolgan bo'ladi, do'stlar, vaqti bo'lsa, qo'ng'ilatib qo'ying. Bir-biriga mehribon bo'lgan, yoshlikda birga katta bo'lgan, mana shunaqa do'stlarga jo'natib qo'yishni ham unutmanglar akalar, layklarda yemisizlar.